Yaxshimisiz? Sog'ligingiz yaxshimi? Charchamayapsizmi? Ha? Hozir bu xavf harakatingiz qoidabuzarlik hisoblanadi. Qanchaga kirdik? 76 kirgan bo'lsa siz duoyingiz ololmayapsiz holat aka. Lekin yo'l harakat qoidalariga qattiq amal qiling. Haydovchi guvohnoma olish kerak. Aka, gapingiz bo'lmasa bir safar tog'amiz ogohlantiraylik. Maylimi? Do'stlar mana Doimo ishlarim oldi. qanaqa tadbir ketyapti aka? Azga ma'lumot bera olasizmi? Ma'lumot beraman. 1-iyulda 31-iyulga sog'lom va xavfsiz yurtning kamrolik tadbiri ketyapti. Shu tadbir mas'ulida ish olib boryapti. Birinchi maqsadim yo'l harakati xavfini ta'minlash, fuqarolar hayotini saqlash, qoidabuzarliklarni aniqlash aka. Mana ko'ryapsiz, biz xizmatdamiz. Yo'llarimiz ravon, xudo xohlasa transportlarimiz chiroyli harakatlanadi. Do'stlar, shunchalik 50 gradus issiqda akamiz shunchalik xalq xizmatida ishlayapti. Mana xalq xizmatida shunchalik ishlayib turganlik avvalambor sizlarga ming rahmat. Akalarimizni shuncha mehnatini qo'llab-quvvatlab, bittadan poddesh qilib qo'yamiz. Qoidani buzmasdan ehtiyot bo'lib yuramiz.